Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon bo'laman demang. Yo'lingizdan shayton chiqsa, shayton bo'lasiz. Mazza qildim lekin. Men hech kimga yomonlik tilamayman. Lekin ba'zi bir odamlarni hayotda bir marta bo'lsa ham o'zlari bilan uchrashib qolishlarini istardim. Masxaraboz maktabga o'qituvchi bo'lib kelsa, o'qituvchilik qila olmasligi mumkin. Lekin maktabni sirkka aylantirib yuborishi aniq. Xo'sh, kimning gapiga mazza qildingiz? Asadillo, Baxtiyor yoki Akmal? Izohlarda javoblaringizni yozing.